Man fuqaro Said Oxunovman Qibray tumanida. Yoshim 77da bir devor qo'shdim. Fayzulla Jo'rabek meni ishonchimga kirib 1994-yili o'yindan tabarruk olib ketib $13,000 qilib beraman. Boshida 2150 berib, shu kungacha 10850 bermay kelyapti. Vaholanki bu menga tuhmat qilib, yolg'on gapirib, bu 10 ming qarzib kelyapti. Asos yo'q, menda qaror bor u. Firibgarligi to'g'risida Fayzulla Jo'rabek 1850. Chunki Bosh prokuraturani 16-boshqarmasi tomonidan himoyalanib kelyapti. Va Jo'rabekka o'ta professional moshennikka firibgarlik jinoyatini davom ettirishi sharoit yaratib kelishyapti. Shuni men eshitib qoldimki, ikkita uy joylar qurilishlari oxiriga yetkazilmagan, hech kim yashamagan uy joyi Xolmatova Ozodaga tegishli, G'aniyevaga yondosh, har biri 6 sotixdagi joylar. G'aniyeva Diloromga tegishli uy joylarni qiziga soxtalashtirib olganligi. Shuni fosh etib berishim uchun borib men Xolmatovani topdim, o'g'lini topdim, Xolmatov Ilhom. Ulardan ishonchnoma olib, hozirgi kungacha Xolmatov Ilhomni ishonchi vakili bo'lib, fuqarolik ishlarda, tergovda, sud jarayonlarida qatnashib keldim. Menga 14-aprel 2014-yil 28-aprel kuni vaqtincha bajaruvchi 16-boshqarma boshlig'ini vazifasini Baxtiyor Bobojon tomonidan xat berildi. Xatda aytiladi: Xolmatov, onasi Xolmatova va qaynonasi G'aniyevalarning nomiga rasmiylashtirilgan Qibray tumani Yangiobod qishloq fuqarolar yig'ini Mirzo Bobur 1-2 tor ko'chasida joylashgan 24-25 uylarning hujjatlarini qalbakilashtirgan holda Iroda Jo'rabekovaga sotganligi holati yuzasidan Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan 21-avgust 2007-yilda Jinoiy kodeksida 228-moddasi 2-qismi A-B bandlari va 228-modda 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov natijasiga ko'ra jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Sud tomonidan Xolmatov Jinoiy kodeksining yuqoridagi moddalari bilan aybli deb topilib, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan deb yolg'on ko'rsatyapti. Bu shu vaqt bilan isbotlanadiki, uy joylar bo'yicha aynan Xolmatova Ozodani uy joyi bo'yicha 2007-yil 18-sentyabrda Yakkasaroy jinoiy ishlar bo'yicha sudi Berdiqilichev tomonidan hukm o'qildi. Hukmda aytiladi: Jinoiy kodeksi 228-moddasi 2-qismi A-B bandlari 228-moddasi 3-qismi bilan aybdor deb Xolmatov Ilhom topilib, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksi 59-moddasiga asosan Xolmatovga nisbatan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan eng kami oylik ish haqi va barobari, ya'ni 136,050 so'm jarima jazosi tayinlangan. Xolos, jarima jazosi. O'tta Bobojonov 12 yil berilgan deb yolg'on ko'rsatyapti. Mana endi buni men aytmoqchimanki, 12 yil Xolmatov Ilhom
o'zi rahbarlik qilib kelgan Ilkom Osiyo firmasi bo'yicha sodir etilgan jinoiy qilmishlari uchun 31 oktyabr 2005 yili 1731/2005 sonli jinoyat ishi yuzasidan sudya Marat Abdujabborov tomonidan chiqarilgan hukmda 12 yilga jazo berilgan. Mana endi qarang, nima bo'lyapti bu yerda? Jo'rabekovni himoya qilish uchun o'ta og'ir firibgarlikni yashirib bunga ag'darishyapti. O'y joyi uchun 12 yil olganda hukmlarni o'zgartirib bir-biroviga tiqyapti, almashtirib. Buni Bobojonov bu jinoiy qilmishini himoya qilib kuni kecha menga Toshkent shahar Jinoiy ishlar bo'yicha sudi raisining o'rinbosari G'aniyev tomonidan Bobojonov qo'llab-quvvatlovchi soxta menga javob beryapti. Unda aytiladi: Yakkasaroy tuman sudining 2007-yil 18-avgustdagi hukmiga ko'ra Olmaota O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksi 228-moddasi 2-qismini A bandlari va boshqa moddalari bilan aybdor deb topilib, JKN 59-moddasining 6-qismi tartibida 3 yil rahbarlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan vazifalarida ishlash huquqidan mahrum qilgan hamda 12 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga tortilgan. Mana hukmda o'rnini almashtirib hukmni qilish bu jinoyat. Bobojonov va sudya G'aniyev bunga qanaqa qilib erishdik? Prezidentimizning ishonchini olib, vijdonan o'z zimmasiga yuklatilgan vazifani bajargan kelayotgan senator Bekatova Zumrad Rahim Boboyevni meni qabul qilib, shunda men arizamda bu holatlarni ko'rsatib berib, meni vazifamni aniqlash uchun, nuqta qo'yish uchun zaпрос berdilar Toshkent shahar sudiga jinoiy ishlar bo'yicha. Ana o'tdan soxta G'aniyev tomonidan javob xat. Mana qanaqa qilib manfaatdor bo'lish maqsadida jinoyatga qo'l urishadi. Bo'lmagan, hukm qilinmagan 12 yil deb hukm qilinganini ko'rsatishyapti. O'y joyi bo'yicha faqat jazo 136.50. Bu 2007-yil 18-sentyabrda hukmda berdi qilishim. 12 yil 31-oktyabr 2005-yilgi 1731/2005-yili sudya Marat Abdujabborov tomonidan chiqarilgan hukmda Ilkom Osiyo firmasi bo'yicha jinoyatlar uchun buni qanaqa qilib o'rgatilib Fayzulla Jo'rabekov Olmaota Ilhomni o'ta firibgar qilib ko'rsatdi. Bu ma'lum. Fuqarolik ishlar bo'yicha 11739/08 bo'yicha asos hisob bergan keyingi qarorlarda soxta Fayzulla Jo'rabekov himoya qilishda qizini sudya Muhiddinov o'zini kursdoshi yuridik institutda Marat Abdujabborovga boryapti. Aytyaptiki, sen
Mana hozir hukm chiqarasan, Xolmatov Ilhom Ilkamov. Shu 150 million olgan kreditni 2003 yil emas, 2004 qilib ko'rsatib yubordi. Vaholanki 2004 qilib ko'rsatib yubordi. Mana. Mana 2004 qilib ko'rsatib yubordi. Bu faqat manfaatdorlik oqibatida bo'ladigan holatlar. Ko'ryapsizlarmi qanaqa bizada korrupsiya rivojlangan. Hozir esa man senator Bekatova bu holatlarni hammasini fosh etib berdilar bitta zaproslari bilan. Endi hammasi qonun oldida javob beradi. So'tam Bosh prokuraturaning 14-16 boshqarma 12 mani Jo'rabekovni himoya qilishga 73 kun 2 marta majburiy ruhiy shifoxonaga jinni qilib ko'rsatishga yotishdi. Vaholanki sog'dib berishdi. 2 marta Jo'rabekovni himoya qilishda jinoiy kodeks 199-model asos yo'q. Shuni hozir reabilitatsiya qilishimga senator Bekatova yo'l ochib berdilar. Men bu bilan nima demoqchiman? Mandaka sarson bo'lib yurgan prokuratura tomonidan aynan 16-boshqarmasi tomonidan faqat senatga murojaat qilinglar. Mana senatda adolat bor. Buni men isbot qildim. Senator o'zlarini qonuniy harakatlari bilan fosh etib berdilar. Boshlandi. 18 yildan beri himoya qilib kelingan Bosh prokuratura va fuqarolik ishlar tomonidan soxta qarorlar chiqarib kelgan. Endi nuqta qo'yilib hammasi joyiga tushadi. Men Xolmatovalarning ishonchli vakili bo'lib, shu kungacha Xolmatovaning iltimosi bilan hamma o'y joylaridan bo'lib kelayotgan xarajatni yonimdan qilib kelmayman. Hozirda tergov Toshkent viloyati prokuraturasi 18-bo'limi tomonidan o'tib qonuniy hal qilinadi deb o'ylayman. Adolat yuzaga chiqadi kech bo'lsa ham. Kim to'g'ri bo'lsa oxirigacha kurashga shundagina. Shu bilan tamom qilaman.